Viloyatimizda xavfsizlikni ta'minlash, fuqarolarning tinch va osoyishta hayot kechirishi uchun zarur huquqiy va tashkiliy choralar ko'rilmoqda. Darhaqiqat, jinoyatchilikka qarshi murosasiz kurash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Navbatdagi reportaj Surxondaryo viloyatida o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlari xususida bo'lib, unda giyohvand moddalar savdosi fosh etilgani haqida so'z boradi. Bugungi kunda yurtimizda xavfsizlikni ta'minlash, fuqarolarimizning tinch va osoyishta hayot kechirishi uchun zarur huquqiy va tashkiliy choralar ko'rilmoqda. Joriy yilning 15-aprelidan 15-mayigacha Surxondaryo viloyatida o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlari doirasida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan jamiyatimizning sog'lom muhitini buzuvchi, tinch hayotimizni tahdid ostiga qo'yadigan illatlarga qarshi qat'iy choralar ko'rilmoqda. Shu tadbirlar doirasida Termiz shahrida o'tkazilgan maxsus operatsiya davomida fuqarolarimizning hayotini xavf ostiga qo'yayotgan jinoyatchi qo'lga olindi. U ajal urug'ini tarqatish maqsadida shaxsiy manfaatini yuksak qadriyatlardan ustun qo'ygan holda Spark rusumli avtomashinasida kirakashlik bahonasida geroin savdosi bilan shug'ullanib kelayotganligi fosh etildi. Ushbu shaxs tadbir davomida 0,75 gram geroin moddasini pul evaziga sotishga uringan paytda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan qo'lga olindi. Ushlanish jarayonida xodimlarga faol qarshilik ko'rsatgani bois maxsus safarbarlik otryadi jalb etildi. Tekshiruv jarayonida uning yonidan 2,49 gram geroin topildi va ushbu moddalar ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirildi. Shuningdek, tadbirning davomi sifatida Termiz shahrida istiqomat qiluvchi yana bir shaxsning yashash uyi va yordamchi xo'jaliklari tekshirilganda 25,72 gram geroin va 0,41 gram gashish moddalari borligi aniqlanib, tegishli tartibda hujjatlashtirildi. Mazkur holatlar yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov va surishtiruv ishlari olib borilmoqda.